Prezidentimiz tashabbusi bilan haftaning har payshanba kuni Yoshlar kuni sifatida belgilangan bo'lib, ushbu jarayonda yoshlar takliflari o'rganilib, muammolariga yechim topilmoqda. O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti raisi Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida ana shunday yoshlar bilan muloqot qildi. Uchrashuvda vatanparvar tashkiloti tomonidan yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, texnik va amaliy sport turlarini keng ommalashtirish, shuningdek mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblarga tayyorlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot berildi. Tadbir savol-javoblar bilan o'tdi. Rahbar va yoshlar uchrashuvi doirasida tashrif buyuruvchilar uchun tashkilotning o'quv avtomobillari va sport seksiyalaridan iborat ko'rgazmalar ham tashkil etildi. Uchrashuvda biz yoshlarga turli xil imkoniyatlar berildi. Ya'ni rahbarlarga ochiqchasiga ochiq muloqot qilish, o'zimiz qiziqtirgan savollarga javob olish imkonini berdi. Misol uchun 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar deb olinadigan bo'lsa, deyarli 90% inson avtomobil boshqarishga yoki avtomobil sport turlariga qiziqadi. Tashkil etilgan uchrashuv yoshlarni orasida qiziqtirgan savollarga o'zlari javob topishiga, keyinchalik qiziqishlari yana ortishiga sabab bo'ldi. Vatanparvar tashkiloti Qashqadaryo viloyati kengashi tasarrufidagi Kitob tumani o'quv sport texnika markazida yangi o'quv avtodromi tashkil etildi. Tadbir doirasida belgilangan standartlarga muvofiq qurib bitkazilgan ushbu zamonaviy avtodrom foydalanishga topshirildi. Yoshlar bilan ochiq muloqotlar ularning fikr va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, vatanparvarlik ruhini mustahkamlash hamda kelajakka ishonchini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.